Instagramda oxirgi payt qizlar video rasmlariga like ham bosmay qo'ydim. Nimaga? Chunki like bosasiz yarim soatdan keyin keladi. Nima bu deb berdi. Nima emas, kim bu? Birinchidan. Chunki bu narsa emas. Narsa emas. Siz bilib turibman kimligini, ismini yozib qo'ygan. Like nimaga deb berdi. Like agar qizlar mabodo bilmasanglar, bu sizlarning hayotingizga yangilik. Like degan knopka borligi uchun bosiladi. O'rnida karshi kavlash degan knopka turganda ashina bosar edi, tushunyapsizlarmi? Bu yaxshi ko'rishni bildiradi. Yo'q, mana butun jahon erkaklar nomidan e'lon qilaman. Bu yomon ko'rishni bildiradi erkaklar nomidan. Ko'ngillar joyiga tushsa. Uylangan erkaklardan mencha o'ylayman-da, uylangan erkaklarni xotini ular xiyonat qilmayapti deb o'ylaydigan yagona joy mencha bu turma bo'lsa kerak. Boshqa joyda palli-bomi yo'lini topadi. Palli-bomi, tushunyapsizlar? Like bosmay qo'ysanglar ham, bunday turib Salom deb post qo'ysa, 1 soatdan keyin tashab turib, like bosmadingiz. Boshqasini topdingizmi deydi. Oson bu o'yinda o'ynash. Misol, любой payt o'tirib turib zerikib kelsa, nimaga o'zi Shahlo Ahmedovaning Instagrami bor? Nimaga deb bo'lsa ham bo'ladi.